13 muqam 13 qism qo'yildi. Kishilarniki bizning xalqimizdan anglashda 13 muqam deb anglaydi. Ammo 13 muqam birinchi muqam rak muqami, ikkinchi muqam tabiat muqami. Osman aka yaxshimisiz? Sizmiş diyarimizda o'sib yetilgan davlat darajalik muqam varisi va muqam ustoz bo'lish sifatingiz bilan shu 12 muqamni ratlash, qizib chiqarish, anakin keyingilar qoldirishdan iborat nurg'un muhim xizmatlarni o'tab keldingiz. Osman aka shu xalqimiz 12 muqam deb bilgan bilan uning rat tartibini bilmaydigan. Shuningga shu rat tartibini bir tushuntirib bersangiz tomoshabinlarimiz ashuni bir bilib olsin aka. Bo'ldi, buni nihoyat yaxshi savol bo'ldi, yaxshi so'radingiz. 13 muqamdan iborat bu ulug'vor cho'ng bir asrimiz Junxo millatiningki bebaho go'har sifatida ulug'lab kelayotgan, qadrlab kelayotgan bir cho'ng madaniyat. 13 muqamimiz hozirga qadar endi yangi jungo qurilgandan keyingi nihoyat taraqqiyotni ham raddanish uning ustiga men shu qatorliq so'zlangan qatorliq shunday ulug' ustozlarningki buning alohida ko'ngil bilib ratlishi bilan bugungi qadar nihoyat rivoj topdi, bugungi qadar nihoyat taraqqiy qildi. Davlatimiz ichida va davlatimiz teshikdan tortib sirtqichilik shu dunyo madaniyat qatorida qadrlanib keladi. Bizningki mamlakatimiz ichida bo'lsa, shunaqmi Shinjongda bo'lsa-mu, xalqlarimiz qadrlab anglayotgan bebaho go'har, so'lib anglayotgan bir yaxshi bir madaniyat sifatida qadrlanayotgan 12 muqamimiz. Shundoq bo'lganligi uchun xalqlarimiz o'zi yaxshi ko'rib anglayotgan bilan bular 12 muqamniki nurg'un qismlari, masalan 12 muqam 12 ayga 12 muqam bo'lgan sufti bo'lsin, buni hamda 15-16 asrda Amal Sa'd qatorliqlarniki ratlishi bilan ism qo'yilgandan keyin bunga 12 muqamga 12 ism qo'yilgan. 12 muqam 12 ism qo'yildi. Kishilarniki bizning xalqimizdan anglashda 12 muqam deb anglaydi. Ammo 12 muqamniki rad tartibida xas muqamlarniki rad tartibi bor degan o'zgarishlarga xalqlarimiz degandek tushuncha yo'lab ketamadi. Chunki hozirgi shunday davlatimiz qudrat tepib chiqqanda taraqqiyot qilayotgan shular davrida xalqlarimiz yangilikqa intiladi, yangi naqshlarga intiladi, yangi ohanglarga, madaniyatga intiladi. Muqamdan iborat bu bizningki bebaho go'harimizni nurg'un qadrlab vazgeç anglaydi. Anglagan bilan bu muqamning ichida nimaning borligini kishilarimiz taqdiq bilib ketadi. To'g'ri. Shundaqdimi endi men bugun bu savolga yaxshi bir ustida men sizga xalqimizga sunsam 12 muqamningki rad tartibida 16-asrda 12 muqam birinchi muqam rak muqami, ikkinchi muqam tabiat muqami, uchinchi muqam istiga muqami, to'rtinchi muqam chorgoh muqami, 5. muqam Pençiga muqami, 6. muqam Özhal muqami, 7. muqam Ecem muqami, 8. muqam Uşak muqami, 9. muqam Bayat muqami, 10. muqam Nava muqami, 11. muqam Muşavirek muqami, 12. muqam Irak muqamidan iborat 12 muqamning 12 ismi 16-15 asrda Amal Sa'd tarafından 12 vaqt 24 saat 12 muqamni to'liq o'rinlashgan 24 saat vaqt ketadi. Har bir muqam 2 soatdan tugaydi. 365 kunga 365 kun ahangdan iborat o'shunday mujassamlar shu vaqtda asrda bu barliq kelgan. 16 asr 15 asrlardan burun bu muqam endi xalqimiz ichida ulug'vor emgakchil xalqimiz, ishchan emgakchil xalqimiz tarafidan jutlarda
barcha ahillar sifatida Ha. ijod qilinib, shularniki kontent sifatida ijod qilinib kelib, shular tarafidan aytilib kelgan. 16-15 asrda endi rasm 13 muqom bular mujassamlangan. Ha. Men yuqorida deb aytilgandek 13 muqomniki yer tartibi, rat tartibi mana shu 12 dan iborat shu rat muqomdan boshlanib, hamma oxiri Iroq muqomdan oyoqlashib 12 safhada tugaydi. Hoyjun. Bu naytilqi xalqimiz bilish tegishlik madaniyat. Madaniyat bu 13 muqom hozir Cumhur millatimizningki bebaho gavharida sifatida biz qarindosh millatlar ishga o'zligida xalqlardan yaxshi taraqqiyot qilib, yaxshi anglab kishilar yaxshi baholi bo'lib yaxshi taraqqiyot qilib kelyapti. Buni endi hozir qadar endi xalqning ishida e'tiborlanib shunday muqomga qiziqayotgan, muqomni yangidan bilishga boshlayotgan xalqlarimiz, yoshlarimiz bo'lsin, muqom qiziqchilarimiz bo'lsin, 13 muqomni rad bilan bilgan